2 soatga yaqin davom etgan jarayonlar va sizning farzandingiz eshita boshlaydi. Bu baxtga erishish uchun imkoniyatlar bizda yetarlicha, faqat ma'lum muddat shifokorning aytganlarini bajarish kerak. Keling, buning uchun qo'yilgan talablar qanday? Hozir hammasini bilib olamiz. Mubina ham bundan 2 yil oldin jarrohlik stoliga yotqizilgandi. Hozir u atrofni eshitib, hattoki ertaklar ham ayta boshlagan. Mubina, Bubina, buni, bugana, buvi, papa, sonra, mi? ne, suyata, Mubina, isming nima? isma, Mubina. buyni, Menga qara. Mubina, necha yoshsan? cimlasa, 5 yoshda Mubina. besosa, Mubina bu nima? Nima bu? qo'l, Qo'y. Koxlear implantatsiya tug'ma yoki orttirilgan karlikni davolovchi jarrohlik amaliyoti. U respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy pediatriya markazida 18 yoshgacha bo'lganlar uchun bepul qilinadigan operatsiyalardan biri. Qanday jarayonlari bor? Qanaqa qilib ishlatiladi mana shu qiz Albatta. Mana implantatsiyadan keyin bir oy davomida bola hali hech narsa eshitmaydi. Ya'ni uni tashqi tomoni hali ulanmagan bo'ladi. Bolachamizda shu moslama turibdi. Mana buni bemalol olishimiz mumkin. Faqatgina mana shu magnit orqali uzatgichimiz mana yopishib turadi. Demak, ichki qismiga o'rnatilgan mana bu Albatta, bu implantni mana markazida ham magnit bor. Shu uchun bular bir-biriga yopishib turadi. amaliyot inson bosh chanoq suyagiga koxlear implantant o'rnatilishi bilan yakunlanadi. Mana bu yerda kichkina tirqish mavjud ikkita tomonda ham. Atrof muhitdagi hamma tovushlar shu mikrofonga qabul qilinadi. Uzatgich simi orqali FM to'lqinlar, ya'ni radio to'lqinlari orqali o'sha ma'lumotlarni, tovushlarni, kodlangan tovushlarni implantga jo'natadi. Tovush akustik to'lqinlarni elektr impulslariga aylantirib, har bir kanalga alohida kodlab elektrodlarga jo'natadi. Jarrohlik amaliyoti omadli yakunlandi. Ammo bu farzandingiz birdaniga eshita boshlaydi degani emas. Ha, bola 100% jarrohlik amaliyotidan keyin eshitadi, lekin eshitgan narsalarini hali tovushlarni farqlay olmaydi. Bu oilada bola bilan ota-ona shug'ullanadi. Haftasiga 4 marta, 5 marta surdopedagog huzurida bolajonlar mashg'ulotlarda reabilitatsiya ishlarini boshlashadi. Qancha davom etadi reabilitatsiya? 3 yosh bo'ladigan bo'lsa, 3 yil reabilitatsiya uchun vaqt ketadi. Lekin bolaning individual xususiyati ham hisobga olinadi bunda. Jarrohlik bepul amalga oshirilsa ham implantant uchun ma'lum summa belgilangan. Lekin ikkilanmang, chunki sizda kreditlarni olish orqali farzandingiz bilan suhbatlasha boshlash imkoniyati bor. Shu kabilar haqida navbatdagi dasturlarimizda aytamiz.